Assalomu alaykum dunyodoshlar. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir soat 3:30. 24-dekabr 2025-yil. Aziz vatandoshlarim, yaxshiyam Gerodot tarixni yozishni boshlagan ekan, shu milod yillarida, melodiy yillardan boshlab. Hijriy yillarda hech kim yozolmagan ham. Mana 622-yildan boshlangan edi Muhammad sallallohu alayhi vasallamda o'sha kalendar, o'sha Makkaga, Madinaga ko'chish bo'ldi, shundan boshlangan. Men sizlarga mana bizni Eron, Fors mamlakatlarining insonlari, o'zimizni mana shu bitta dunyodan tushgan 10 ta bir-birini tarjimasi tushunadigan 10 ta millatni haqida gapiryapman. Ular haqida hali hech kim gapirmaganda, ular haqida gapirganlari bizni mana bu o'sha Fors adabiyoti, Fors tarixlari, bu miloddan ilgarigi yillarga tarixlarni men gapirsam, nima deb aljirayapti deydi. Bular faqat mana Gerodot tarixini ta'lim olganda, yaqindagi tarixlarni ta'limini olgan. Men u miloddan ilgarigi tarixlarni söylasam, nima deb aljirayapti deydi bu odamlar. Endi eshityapti bunaqa gaplarni. Menga tushib, menga buyruq bergan, shu yerga ta'lim o'rgatgan, menga ta'lim bergan, mana shu yoqqa tushib shu gaplarni hammasini aytgin. Ularga aytginki, senlar maymundan paydo bo'lmagansan deb tushuntirgin. Bu bizi Parvardigorimiz o'sha Qur'onda yozilgan kitobini u Fors yozuvlarida, arab yozuvlarida, miloddan ilgarida bor edi deb Allohning mutadirab kitobi bor edi. Mana o'zi yaqindagina tarixda aytayaptiki, hali qushchi g'orlarga borib qanday azoblar bilan kitoblarda tashigan. O'sha haligi Madaminbeklar, mana u Shayboniylar, ular kelganda yoqvoraverganda ular. Ayniqsa anglo-sakslar o'g'irlab chiqib ketgan. Anglo-sakslar ham o'sha miloddan ilgari voqealarni hammasini qoldirmaganda. Bizni faqat o'sha musulmon xalqi qoldirgan xolos buni. Bu miloddan ilgari kitoblarda. O kitoblarda Allohning mutadirab kitobi bor edi, Qur'ondan oldin yozilgan. Yaxshiyam mana o'sha Muhammad sallallohu alayhi vasallam arab tilida yozilgan musulmon kitobini saqlab qoldi. Shu bilan habil iloh bo'lib qoldi deyapman men. So'roq qilganda Parvardigorimiz, qani uni meni sizlarga qo'ltig'inglarga qistirib tushgan shuncha millat, yerga shuncha tushgan millat, qani kitob deb so'roq qilganda hech qaysida bo'lmaganda, mana shu o'zbek millatida ham bo'lmagan. Mana u Qirg'izda, Qozoqda, boshqasida, u Fors davlatlarida ham ko'plarda, Arman, Gruzin millatlarda ham bo'lmaganda, hammasini yo'q qilib yuborganda, faqat shu bitta nima ushlab qolgan. Habibil ilohda qolgan. Muhammad sallallohu alayhi vasallamda qolgan. Shunday bo'lgan, bitta Qur'on saqlab qolgan. Boshqalarda hammasini o'sha firavinlar ham yoqvoravergan, boshqalar ham yoqvoravergan. Nima qilardi shular tursa? Anglo-sakslar o'g'irlab olib ketib, mana sotamiz deb o'sha yo'q bo'lib ketdi, rasvo bo'ldi hammasi. Bularni kim gapiryapti endi sizlarga? Shuni tushirib gapir degan menga nima, men baloga qolamanmi endi men sizlar o'zi qayerdan tushgansizlar shuncha millat? Kim savol berdi sizlarga? Shuncha millat qayerdan kelgan deb. Men savol berishni boshladim mana shu kelgandan keyin. Ayta olmaydi-ku hech kim shuncha millat. Hammasi o'zi nima, ana u Charles Darwin ham qo'rqqanidan bo'pti o'ldirma meni, men boshqacha yozaman. Men Xudo haqida yozmayman endi deb qasam ichib qutulib qolgan. Ana undan keyin boshlagan maymundan bo'lgan deb. Mana bu boshqa gaping degan. Bu yaqindagi kechagi tarixlar ular. Men aytayotgan tarixlar miloddan ilgari bo'layotgan tarixlar. Necha minglar deb. Bular o'qigan bola 100, 1300, 1100-yillardan boshlangan deb. 622-yildan boshlangan deb gapiryapti. Bu men 1000, 100 ming, million, milliard yillarni gapirsam,
Axir 10 milliard yil ilgari bizni Parvardigorimiz osmonda tuzilishini qilgan. Shuning uchun men aytyapman. 5 ta mohiyatini yoritib berdim. Kelib hozir Parvardigorimiz 5 ta mohiyati. 5 ta mohiyat nima? Sayri. Sayri degani bu fazoda muallaq turishi. Shuning uchun toshlarni ham muallaq ko'rsatib qo'ygan. Mana bunday bo'ladi muallaq turish. Biz Parvardigorimizga fizika qonuni kerak emas. Fizika qonuni ta'sir qilmaydi hech qachon. Fizika qonuni o'zi yaratdi bizlar uchun. Mana shu 18 ming olamda yaratib qo'ydi. Xolos fizika qonunini. Boshqa yerlarda fizika qonuni yo'q. Itoat qilmaydi fizika qonuniga bizi quroli uchar tarelka. Allohning quroli bo'ladi uchar tarelka. Fizika qonuniga itoat qilmaydi. Nima deysizlar endi sizlar? Tan beryapti-ku mana kelyapti, shu ovoz chiqmaydi, uchib ketyapti, yana chaqmoqdek zilligida uchadi deb. Bor narsani gapiramizda biz. Nima keragi bor bo'lmagan narsa hech kim isbot qilmagan deb bekarga birovni sud qilib, bekarga rasvo qilib, meni mana 100 mingtaga borib qolgan akkauntimni o'chirib yo'q qilib o'tiribdi. Murodiga yetdi shu bola endi. Murodiga yetdi mana o'chirib tashlab. Mana meniki qaytadan boshlanaveradi yana. Mana yaqinda 3 ta 4 ta odam bor. Xolim hozir mana 700 taga yetdi yana. Yaxshi ham o'sha Sovet davri yo'q paytda Jules Verne bor ekan, Jules Verne. Fantastik yozuvchi Jules Verne. O'sha fantastik yozuvchi Jules Verne mana shu uchar tarelkalarda gapirgan. Fantastik romanlar, kitoblar yaratgan. Nimaga shunga tinch qo'ygan, o'ldirmagan? Nimaga hozirsi mana bu Firavunni tarqaganlar, anglo-sakslar mayoqqa kelib endi taqiqlaydi. Qur'onda odamning gapini taqiqlagan deb yozilganmi Qur'onda? Ha? Odamning og'zidan chiqayotgan gapni taqiqlad, gapirtirma deb aytganmi? Sizlar nimaga taqiqlaysizlar hozir odamlarning gapini? Qo'yo shu Ismoiljon Mallaboyev qari keksa odam bir narsa deb o'zini yuragini yozib, alamini shu ikkita bolasini o'ldirishib yuboribsan, o'shanga alamini chiqarib gapirib turibdi. Yana nimaga kelib yana taqiqlaysan? Nimaga Shoberdini gapirasizlar? Butun mana o'g'rilik bo'layotganim. Mana insofga kelib qopti-ku o'sha Surxondaryoni hokimi. Klaster sen o'zingga ol, klaster deya. Klaster tanqiqlayapti. To'g'ri. Klaster, senat degan qayerdan keldi? Ombudsman, ombudsman kim tuzdi? Mana bir 5 yil bo'ldi, xolos O'zbekistonga kelib shunaqa xo'jayinlarni chiqarib qo'ydi. Kerak emas o'zi bunaqangi bizga. Bunaqa xo'jayinlar, anglo-saksni xo'jayinlari. Bizga nima kerak bor? Ombudsman, ombudsman, buni senat, klaster o'zini manfaati uchun chiqarib tayinlab ketgan. Hokimlarga bosim berib. Qo'yinglar o'zimizni o'z holimizga qo'yinglar endi. Mana Mirziyoyev bo'ldi senlarga oladigangni olding, qutuldim men sendan deb aytib keldi-ku borib. O'zi ilgari samolyotiman borib aytib keldik mana bo'ldi endi bizga teginma. Biz o'z holimizcha yashashimiz kerak deb aytib keldi Mirziyoyev. Yana nimaga bu yerda yana davom ettiryapti? Endi bu yerda mana Fransuzga, Germaniya, Angliyaga bu yoqqa yana undan keyin bulardan keyin yana paydo bo'lib qoldi yana. Ursula von der Leyen paydo bo'lib qoldi endi. Biz kelib yerimizni kavlar ekan. Yerda tagidan suv chiqarib olar ekan endi. Fontan qilib 100 kilometr tepaga otilib chiqadigan. Tegma hech narsaga. Quloq solmanglar u von der Leyenning gapiga. Kim bo'pti? Hech kim emas-ku. Mana aytdi-ku mana ona chiqib. Rossiyadan chiqib. To'zib tutib tashladi-ku. Sen kimsan o'zi Anderle von der Leyen? O'chir ovozingni yo'qol bizga deb ruslar. Bu yaxshi emas. Qog'ozga ishqiboz bo'lib o'zini davlatini, o'zini mamlakatini, o'zini xalqini kamaytirib yo'q qilib yuborish. Mana kecha ononda ham ko'rsatyapti. Chegarada turib biz o'tkazmayapti deb. O'tkazmaydi-da, o'tkazmang. Nima qilasiz o zaharlangan narsalarni, olmalarni? Otib yubordi-ku, musorga to'kdi-ku. Vladimir Vladimirovich Putin olmalarini. Butun ukol qilingan olmalarda olib kelmaydi, quritib. Xitoyda narsasini nima qilasiz olib? Xitoyda u mana hech narsasini olish kerak emas.
O'zimizni sanoatni rivojlantirish, paxtadan bo'lgan kiyimlarimizni kiyishimiz kerak. Mana 30 yildan beri neft kiyib, sintetika kiyib, hamma mana soch chiqmaydigan bo'lib ketyapti oxiri borib. Ilgari soch chiqardi. Uzun to'y tovoniga tushgan sochlar bordi miloddan ilgari davrdagi tarixda. Ayollarda ham, erkaklarda ham sochi tovoniga tushib ko'rpa bo'lib yotar edi. Necha 100 ming yillar ilgari. Borgan sari ximikat bo'lib, soch to'kilib, u narsalar ham yo'q bo'lib ketyapti-ku mana badanda, inson badanida. Fors millatlari, o'zbek millatlarida butun sochlar juda o'sgan, qalin sochlar edi. Hozir borgan sari kal ko'payib, kal bo'lib, mana bunaqa soqollar yo'q bo'lib, yana uzun ustiga qirdiryapti kelib bu yerda. Qayerda aytgan? Bizni Muhammad sallallohu alayhi vasallam sunnatiga bunaqangi to'sqinlik qilib, soqol mo'ylovni oldirib, shu qog'oz orqasidan shunaqa qilib o'zini millatini sharmanda qilib. Kim o'rgatdi bularga? Mumkin emas aslo bunday qilish. Qo'yinglar endi, bas qilaylik endi. Bo'ldi, shunchalik bo'ladi, mana ko'rdingiz qog'ozni nimasini.